alaykum hurmatli obunachilar. Ushbu ko'rib turgan modelimiz qaysi model? Biladiganlar kommentariyaga yozamiz. Bilmaydiganlar uchun aytib o'tib ketaman. Kia K3 eng oxirgi full komplektatsiyasi, ya'ni GT Line versiyasi hisoblanadi. GT Line versiyasida nimalar o'zgargani, nimalar qo'shilganligini hozir aytib o'tib ketaman. Salon polni kojin, nimani ko'rsanglar bo'ladi. Salon kojini o'rtasida bo'ladi. Pultlariga ahamiyat bersangiz, Sorrento'da pultiga o'xshab chiqarilgan. Необычный chiroyli. Xo'p, беспроводной zaryadkasi bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Полоса удержанияsi bor. И слепой zonasi ham bor, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu komplektatsiyamiz narxiga keladigan bo'lsak, 299.900 so'm bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar yoki-da pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Albatta biz sizlarga javob beramiz. Manzilimizni bilasizlar, 80 metr ko'chada joylashgan. Kelib, bemalol test drive qilib, mashinani xarid qilsanglar bo'ladi.